Ekranlıqı qədərli görmənlər, yaxşımısınızlar. Dehqonlar Bularqını Şinjan Sabah Mədəniyyət Tarixi çəkiş şirkəti işləyən, Şinjan Qaydo Yeməklik çəkiş şirkəti tajdarlığını alğan Sabah Küyü proqramısı. Mən riyasətçi dostlar Nazgül Tursunjan. Qədərli dostlar, gündə bir yeni köy dehqonlar bulatıdı. Həm mənim şu səhnəmizdə alınışatqan bizning sənətkarlarımız özünün ən yeni icadiyyətləri arqılıq sizlərə huzur bağışlatıdı. Şunlaşqa proqramımızın izil qollayatqan barlıq dostlarımızğa, yaxtırıvatqan barlıq görünmələrimizə, həvəskarlarımızğa çin qalbimizdən rəhmət etdimiz. Bizim naqşlarımızı yaxtırğan bolsanlar, yürək berişini unutub qalmağaysızlar. Onun başqa yana, yəni şu oluniş arqılıq həm bəxirləb qoyuşunlarını tavsiyə qılman. Texim köp kişilər bu yeni köylərdən hazırlansın. Bugünkü səhnəmizdə əziz mehman özünün ayalın qatarlıq çiraylıq naqşları bilan həmməyləngə zoq berib kelyatqan yaş naqşçı Nazar Obul qarşılamız. Rahmat. Ekranı sizga qaldiray. Salam şu ekran aldidagi barcha azizlar. Naqşçı dostlar Nazar Obuldan amallaga o'ttiq salam bo'lsin. Bugun mush Sabah Küyü orqali sizlar bilan didarlashganligimizga intan xushhalmiz. Rahmat Nazar. Arliqda toza naqşlarınızı jiq anglamay qaldım. Aldirashib qaldingizmi qandaq? Arliqda turmuş. Onun üstüge çoğunlar yaşanıp kaldı. Ha, şular köprek hamra bulub mu? Burun şu 2016'da qaytib kettim nima Aqsuga. Ondan burun Ürümçi gittim ben. Şu vaqtlarda ancha-muncha sahnlarga chiqib naqshlarimizni şu ay doğumusuma ish qilib 2 oyda bir qatam e'lon qilib turatdik naqshlarimizni. Keyin shuni to'y qilibdimiz, çoğunlar yaşanıp qapti, şu çoğunlar turmushin deb Aqsuga qaytib ketib qoldik. Ha, lekin ijodiyatlar to'xtab qolmaydi. İcadiyatlar to'xtab qolmadi. Undaqda aşı ayalın degan naqshingizning chekilish qitim sani bək yuqori bo'lganda ham bək jiq do'stlarimiz bu naqshini bək yaxshi ko'rgan. Shu o'zingizning ijodiyatimikin deb o'yladim. Ha. Tekisi, muzikasi, akkordlashtirish xizmatini bizniki yaxshi muzikantimiz ustoz Shavkat Esxon cheplagan. Bundaqda. Lekin bu naqshimi bək chiroyli aytilib, o'ziniki ahang va tekstdagi yo'g'rilmasi bilan har bir qalbda o'xshamagan his-tuyg'ularni qoldirgandi. Endi bugungi kuyimiz bo'lsa, bugun hep kelgan kuyim vaqtingni ber. Vaqtni bugun berdik sizga sahnada. Bu kimga demoqchisiz bu gaplarni? Endi bu naqshida, endi tekstida shu cho'nglar, yana o'zimizdan eng yaqinlari, ayoli balları degandek o'zimizdan mush turmushimizda eng muhim bo'lgan kishilarimiz bor naqshning tekstniki mazmunida. Endi ma yaqinda o'zimizim ko'rdik, ko'rib o'tdik. Onun ustiga hozir jamiyatningki taraqqiyotga erishib nurg'un odamlar o'zining iqtisodiy kirimini ko'tarish uchun mushu cho'nglarga, yana mush balavoqisiga ancha bek vaqtini ajratib bo'lmagan ahvol bek jiqcho. Shularga bir ashlarningki shu ballarga, shu yaqinlarga vaqt ajratish uchun mushu naqshimiz orqali şunu azraq bo'lsin bir vaqtida baskan degan umidda. Umidda. Shu umid arzularimizni mush naqshiga yo'g'irmoqchi. Undaqda bu bir yangi ijodiy kuy o'xshaydi, shundaqmi? Teksti o'zim, muzikasi o'zim, akkordlashtirish xizmatini bizning yaxshi muzikantimiz, usta san'atkor Muratjon Muxtar cheplagan. Vaqtingni ber temisidagi bu naqsha balkim nurg'un do'stlarimizga yoqadi deb o'ylayman. Mening shundaq anglag'im keldi. Birlikda anglaylik. Qani. Seninge can bergen, ananga vaqtını ber. Qametinge kuş bergen, atanga vaqtını ber. Seninge can bergen, ananga vaqtını ber. Qametinge kuş bergen, atanga vaqtını ber. Yanında hemra bulgan tilegi davanında sen üçün medet bergen ularga vaqtını ber. Yanında hemra bulgan tilegi davanında sen üçün medet
ularga vaqtını ber. Küymeydi özgeler o seni süygende, yaşlığını atıgan ayalınga vaqtını ber. Küymeydi özgeler yürekte süygendek, barlığını atıgan ayalınga vaqtını ber. Ömrümün davamı yüreğin parsi, arzuyunun varsi, balanga vaqtını ber. Ömrümün davamı ey yüreğin parsi, arzuyunun varsi, balanga vaqtını ber. Atlangan yaxşıga vaqtını ber. Yaxşı dost qarab turmaz bek ig'ir kunlarda, sen bilan tan atlangan yaxşıga vaqtını ber. Hamniga tan yetishgan üzenge vaqtını ber. Sana mehir eyligen ularga vaqtını ber. Ananga vaqtını ber, atanga vaqtını ber. Sana mehir eyligen ularga vaqtını ber. Ularga vaqtını ber, ularga vaqtını Haqiqatan bu naqsha nurg'un do'stlarimizga ta'sir qildi deb o'ylayman. Chunki hamda hozirgidek aldirash turmush ritmida hammaylar o'zimizning turmush alashchiligida o'zimiz eng yaxshi ko'radigan ana shu ota-onamiz, ayolimiz va farzandlarimizga vaqtimizni berib bo'lmayotgan, ularga hamroh bo'lib bo'lmayotgan bo'lishimiz mumkin. Ota-onalarimizning, ayolimizning, bolalarimizning yoki yo'ldoshlarimizning bizdan kutidigini shularga hamroh bo'lgan vaqtimiz ekan. Ularga mayli oltin jabduqlarni aprayli va yoki bu yaxshi sayohatlarga ularni o'rlashtirayli. Yana ularning ko'nglining bir yerlari yana puchuq bo'lib qoldi ekan. Biz shularning yanida bo'lsak, mayli ular bilan bir piyola choy ichsakmi, ular xursand bo'ladi ekan. Shunlashqa hayotimizga eng qimmatli boyliqlarimizning bir bo'lgan shu vaqtimizni qadrdonlarimizga ko'proq ajrataylik do'stlar. Biz uchun hammalar uchun shunday bir chiroyli kuyni olib kelibsiz Nazar. Sizga ko'p rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Bu san programmamizni alayda qo'llagan Xinjiang Qaydo yemaklik chekish shirkatiga yana bir qatam rahmat aytamiz. Qarsam buni bu yerga yo'g'on bir lozi qiyomi olib chiqib qo'yibdi. Mana siz ko'rmagan aqchani. Bu yeng mahsulot ekan. Bu teshidimi purab turdi ekan. Aytimizlik bir loz qiyam ekan, lozjon ekan. Endi buni
Bana tushuntirishcha, masalan, shu novayxonlarda yoki hozir shu do'konlarda, çarşılarda laznan degan bir non bek avjab ketdi. Kichik vaqtimizda biz atay ham lazjanlarning og'zini ichib nonlarni tugirib yeydi. Hozir esa laznan deb tayyor qilib qo'ydi, shundaqmi? Balkim sizlarning aytganlaringiz amroq. Ana shu laznanning ustiga soldigan lazjan gana. Demak, Qaydo şirketi to'xtamay yangi mahsulot ishlab chiqarish orqali har millat xalqining iste'moliga qulayliklarni yaratib kelyapti. Ishtiranglar texmo. O'ngish bo'lsin. Qadrli do'stlar, har kuni dehqonlar bo'layotgan sabah kuyi programmamizning har kundagi yaxshi hamrohinglar, yaxshi do'stinglarga aylanishiga tilakdoshman. Atki programmamizni ko'rishaylik. Nazar, sizga rahmat. Rahmat. Xayr xo'sh.